Mana bu yigit 19 ming dollarga Amazon platformasidan og'irligi 3 tonna keladigan, zanglamaydigan po'lat va alyumindan yasalgan uy buyurtma qilgan. Buyurtmani qabul qilib hovliga o'rnatdi va uyning ichkarisiga kirib, uy shu darajada kichkinaligiga hayron bo'ldi. Lekin hali oldinda uni nimalar kutayotganini bilmas edi. Keyin u do'stlari bilan uyning yon tomonidagi lyuklarni ochib ko'rdi. Qarshisida turgan tor bir xonali uy endi hamma sharoitlarga ega 3 xonali uyga aylanib qoldi. Buni ko'rganlarning og'zi lang ochilib qoldi. Bundan tashqari komplektga qo'shimcha uyga kerakli bo'lgan jihozlar ham biriktirilgan. Uyni yoyilgan holatida ko'rishganida keng va shinam oshxona, yotoqxona va mehmonxonasi ham paydo bo'ldi. Uy shunchaki qutidan iborat emas edi. U aqlli shamollatish va isitish tizimlari, elektr toklari ulangan tayyor rozetkalari bilan jihozlangan. Buni qarangki, bir necha soat ichida bo'm-bo'sh turgan maydonda barcha sharoitga ega katta bir hovli uy paydo bo'ldi. Hayratlanarlisi, har bir mayda detalgacha puxta o'ylab topilgan. Surma mebeldan tortib, yig'ma stol-stulgacha. Xo'sh, siz shunday uy sotib olgan bo'larmisiz?